Peter Dinklage bo'yicha mana shu eko qildiribdi, aqlli PGDM qildiribdi deganimda kommentlarni juda ko'p o'qidim. Hurmatli do'stlar, men kommentlarni o'qiyman. Bu narsa menga zaril. Xalq nima deyapti? O'sha yerda yozyapti ko'pchilik, puli bo'lganlar eplaydi. Puli bo'lsa bemalol hamma ish qilsa bo'ladi. Puli bo'lsa u qiladi, puli bo'lsa bu qiladi. Xo'p, qilmadinglar eko, PGD qilmadinglar. Bola tug'ildi, lekin bolaga 2 yoshida bir og'ir genetik tashxis qo'yishdi. Bitta oilaga, masalan. Va u genetik tashxisga nevropatolog, kardiolog, terapevt, oftalmolog kerak. Bu ham pul. Har bittasining konsultatsiyasi 400 ming, 300 ming, 500 ming turadi. Professorlarning konsultatsiyasi 600 ming, 700 ming turadi. Ular ham kerak. Dorilar ketadimi? Ha, dorilar borsa Qurgon 5 million, 6 millionga boradi eng kamida. Undan tashqari analizlar bor. Analizlar tushsa bir 10 million, 15 millionga tushib ketadi. Endi siz tasavvur qilinglar, hozir sizlar ekoga bormadinglar, PGD qildirmadinglar. Hech kim 100% garantiya bermaydi sani bolang sog'lom tug'iladi deb. Shu tug'ilib qolganda bir xilada bo'ladi. Alloh shu sinov beradi. Shuni oldini olish maqsadida eko PGD qilib bittada pul sarflagani yaxshimi? Yo keyinchalik bolani tuzataman, bolaga kurashaman, bolaga mana kerak, u kerak, anu kerak dishni o'rniga o'shanda katta pul ishlatgandan ko'ra oldindan bitta yaxshi pul yig'ib olib, avlodni toza qilib, gen tashuvchanlikka o'sha embrionni yo'qotib, toza embrionni ektirib bachadonga sog'lom avlodni qilsa bo'ladi-ku.